Markazimizga o'rab oluvchi temiratgan gerpes zoster bilan kelgan edingiz. Xo'sh, bugun 5-kun. Natijalar qanaqa? Kelganimda o'zim ahvolim juda yomon edi. O'zim даже hattoki o'zim qaddimni tikka tushib tura olmadim. Birinchi kunning o'zida, birinchi sutkamni o'zida bemalol uxlay oldim. Undan oldin 3 kun, 4 kun uxlay olmasdan, og'rig'iga chidolmasdan kelgan edim. Kuraklar bilan og'ritadi. Kuraklar bilan, xuddi tishini nervini obezbolkasiz olayotganga o'xshab og'rig'i qattiq bo'lar ekan. Buni boshidan o'tkazgan odamlar biladi. Alhamdulillah, mana shu yerda keldim. Lecheniya boshlashdi. Mana Azizaxon boshchiliklarida fizlecheniyalar qilishdi. Birinchi kun o'zida uxlashni boshladim-da, og'rig'im. Eng muhimi. Keyin o'sha ikkinchi, uchinchi kunda sal bo'lsa ham ishtahalarim ochilib, mazali biladigan bo'ldi. Hattoki mazali ham bilmay qoldim-da, og'riq qattiqligidan. Tinchlandim. Aziza, ushbu bemorimizda qanaqa davo choralari qo'llanilyapti? Bizning markazimizda nafaqat dori-darmon, albatta fizioterapevtik muolajalar bilan birga davoladik. Hozirgi kunimizda yaxshi natijaga erildik. Dalsha lecheniya yozib beramiz yana.